Badam doppa Uyg'ur erlarining eng yarışımlıq baş kiyimlaridan biri. Bu Uyg'ur kiyim-kechak madaniyatidagi bir yorqin namoyanda bo'lib, uzoq tarixga ega. Badam doppa kiyishning kelib chiqishi. Qadimki zamonda Uyg'urlar o'zining bayroqlariga badamni keshlagan ekan. Ular bekmo o'm ekan. Ularning xotin qizlarining quliqiga osgan zirlarining shaklimi badam shaklida ekan. Bo'yniga osgan zunlarlarning shaklimi badam shaklida ekan. Kunlarning birida dushmanlar bularga hujum qildi. Ikki o'tirda qattiq janglar bo'ldi. Ular o'zlarining qonqilariga o'tirib, atlarga menishib, tug' alamlarini ko'tarishib, taqi dumboqlarini chilishib, necha oylab qaysarlik bilan jang qildi. Ular jangda nurg'un qurbonlarni beribdi. Lekin ikkilanmay, keyni chekinmay, texmi g'azab kelib, o'z ajdodlarining qonli qisosi uchun qaysarlik bilan jang qilaveribdi. Dushman kuchli, odami bir qancha as ko'p bo'lg'achqa, Uyg'urlar urushda oxir mag'lub bo'ldi. Ular mag'lub bo'lsa-mu, o'mlikni saqlab, tirik qolganlar jang maydonida bayroqni dushman qo'liga bermabdi. Ular bayroqni yirtib parchalab, to'rt tarafini chigib, boshlariga kiyishib, jang maydonidan chekinib chiqibdi. Keyin ularning qo'shindagi tarqalib ketgan xalq ularning beshiga chigib olgan bayroq parchasiga qarab, "To'p bor. To'pimiz bor ekan" deyishib, yana yig'ilibdi. Ular to'plangandan keyin yirtilgan bayroq parchalarini ulab, yana tug' alam yasashibdi va uyushib, kuch to'plab dushmanga tuyuqsiz hujum qilib, g'alaba qilibdi. Keyincha ularda eliqi bayroq parchasiga o'xshatib, bosh kiyim kiyish odatga aylanibdi. Ular buni doppa deb atashgan ekan. Keyincha doppa deb atalibdi. Hozirgi badam doppa shundan qolgan ekan. Doppa Uyg'urlarning an'anaviy milliy bosh kiyim bo'lib, Uyg'urlarning estetik qarshida aks etgan tabiat go'zalligining obrazi. Doppa emgakchan, tabiat va go'zallikni qizg'in so'yadigan Uyg'ur xalqining ijodiyati va milliy simvoli. Shu vajidan Tayir Emin apandining o'tirib qo'yishi bilan Xinjiang Universiteti Filologiya instituti va Xinjiang Pedagogika Universiteti Filologiya institutining uyushtirishi bilan 2010 yili 5-oyning 5-kunidan boshlab har yili 5-oyning 5-kuni Uyg'ur doppa madaniyat bayrami o'tkazildi deb belgilandi. Doppani qadrlash va dunyoga to'ntirish bizning mas'uliyatimiz va burchimizdir. Millat suyar Uyg'ur o'g'il qizlar bo'lish sifatimiz bilan bu bayramning o'tkazilishini qizg'in tabriklaymiz.